Alo, Shahyora, qandaysiz, yaxshimisiz? Ha, yaxshimisiz? O'zimni qo'yarga joy topolmayapman, bilasizmi? Hozir sizdan eshitganim, Tashqarida o'tiribman, qo'rqib ketyapman uyga kirishga даже. hozir sizdan eshitganimdan keyin men ham qo'rqib qolib yuragim qaltirab ketdi. O'shaning uchun menga tashlayda o'zingizdan udal qilib tashlang debman-da. Men o'zimdan udal qildim bu narsani. Opa, Telefonda turganidan yuragim yorilyapti даже. oz telefoningizda bormi? Qarang. Men bir ayolga bolalari bor, ikkita bolasi bor, bir ayolga va'da berdim. Men hech kimga bu narsani ko'rsatmayman, tashlang deb va'da berdim. Men o'sha va'da berib, o'sha narsani ko'rdim men. Nimani ko'rdingiz shunda? Xonaga kirib kelayotganda, ichkarida Nozimani ustidan Go'rsimni yozmayapsizmi ishqi? Yo'q, menda uni yozmayman men. Men o'zim gaplashyapman-ku. Prosta menga tashlangda siz o'chirib tashlang o'zingizdan. Bu narsalarni keyin aniq bo'lganda chiqaramiz deyatdim-da. Alo. Kimdirga tashlash ilojisi yo'qmi? Shuni shu ayolginaga aytsam, posolstvo bilan gaplashganmi onasi posolstvo bilan? Hozir telefonda gaplasha olmayapman ammam bilan necha kundan beri faqat Telegramda yozishyapmiz-da. Redka gaplashyapmiz. Hozir o'shanga siz agar tashlab beraman desangiz, men telefon qilib aniq so'rayman, posolstvo bilan gaplashganmisiz, bilasizmi Nozimani o'lgan deb so'rab beraman deyapman-da, aniq tashlab beraman desangiz. Lekin ish ochilgan, Koreyadan ham, O'zbekistondan ham advokat olingan. Hozir bularning orqasidan juda katta odam tushgan. Mana hamma narsani bilamiz. Lekin hammasini tozalab yuborgan-ku ular. Yo'q eshitdimi? Boradi opasi 3-4 kundan keyin xudo xolasa. Faqat arzimagan gaplar qolgan-ku. Arzimagan gaplar hammasini o'chirib yuborgan-ku, eshitma qolmagan. Balki o'chirmagandir, bordir biror joyda. Sherzod bilan Siroj bor faqat. Boshqa hech nima yo'q. U nima deydi? Sherzodni tanishmi ekan ular? Avaz qilgan. Nima uchun qilgan ekan shunda? Bilmayman. Men ham qo'rqib ketyapman bor-ku. Hamma yog'i Urilgan dabdala ekanmi? Ko'rdingizmi? Yo'q, qizni ko'rmadim, faqat avaz ko'rdim. U yerda oyog'i bilan cho'zilib yotgan o'sha edi. Yechintirib yotuvdi. O'li bo'lgan u. Yechintirib yotuvdi? Ha, o'li bo'lgan.